Granitsa 2 kishi ketamiz. Granitsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Granitsaga bir kirdi chiqdi xizmatidan foydalanmoqchi. Uni tushunmaylar. Ketdik aka, mana shu ketamiz. Uni Sal odam insof bilan hozir 15 mingdan olyapsiz bu bechora odamdan. Samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmati o'zi 12 ming rubldan bo'layotgan bo'lsa Sankt-Peterburgdan aka. Nima qilasiz bu bechorani qiynab 15 ming rubl olasiz. Kamiga nechta yerda GAI xodimlari to'xtatadi. Yana pul to'laysizlar dokumentidan muammosi bo'lsa. Undan ko'ra samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansa yaxshi emasmi? siz alo reklama oladigan odam edingiz aka? Ha, reklama oladigan odam aka. Tavba qildim, odamlarga ham hayronsan. Bismillah. Do'stlar, agarda sizlar ham Rossiyada bo'lsanglar, qaranglar, kirdi chiqdi xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatidan foydalansanglar bo'ladi. Mashinada borib o'zinglarni qiylab yurasizlar. Mana qaranglar. Agarda qiziq bo'lsa, +7 kodi bilan 921 762 25 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Agarda siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, 3 kunlab mashinada qiylanib yurmang. Menga o'xshagan odamlarga aldanib bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Tojikiston fuqarolari ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bemalol murojaat qiling.